Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani sodda tilda tushuntirib beraman. 1 avgustdan pensiya miqdori yana oshishi. Ayniqsa ishlayotgan pensionerlar uchun ikkinchi bosqichda nima o'zgarishi haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot nafaqat pensiya olayotgan ota-onalarimizga, balki hali ishlayotgan, yaqin yillarda pensiyaga chiqadigan, oilasida pensioner bor har bir inson uchun muhim. Chunki pensiya masalasida bitta hujjat, bitta ariza yoki bitta noto'g'ri tushuncha odamning oyma-oy oladigan pulga bevosita ta'sir qiladi. Shu bois videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun qaysi toifadagi fuqarolarga oshish tegishi, kimlarda avtomatik hisoblanishi, kimlar pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi kerakligi, ishlayotgan pensionerlar uchun eng ko'p uchraydigan xatolar va real hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Kanalga ho'zroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam yutadi. Bilmagan odam esa ko'pincha o'z haqini kech oladi. Avvalo, vaziyatni oddiy qilib tushuntiraman. Ko'pchilik pensionerlarimiz pensiya oshadi degan xabarni eshitadi, lekin menga ham tegadimi? Men ishlayotgan bo'lsam. Pensiyam to'liq oshadimi? Qayta hisoblash uchun ariza berishim kerakmi? Bu ish haqi oshishi bilan bog'liqmi yoki bazaviy pensiya miqdori bilanmi? degan savollarga aniq javob topa olmaydi. Oldin qanday edi? Oldin pensiya tizimida ishlayotgan pensionerlar masalasida ko'plab odamlar chalkashib ketardi. Kimdir pensiyaga chiqqandan keyin ishlashni davom ettiradi. Lekin uning ish staji va maoshi keyingi pensiya hisobiga qanday ta'sir qilishini bilmaydi. Kimdir men ishlayapman, demak pensiyam kamayib qoladimi deb qo'rqadi. Yana kimdir ishlasam ham pensiyam qayta hisoblanmaydi deb o'ylaydi. Aslida esa mehnat faoliyati, rasmiy ish haqi, ijtimoiy soliq to'lovlari va pensiya qayta hisob kitobi bir-biri bilan bog'liq bo'lgan masalalardir. Endi nima o'zgaryapti? 1 avgustdan pensiya miqdorlarining oshirilishi natijasida amaldagi pensiya oluvchilarning to'lovlari qayta ko'rib chiqiladi. Bu yerda asosiy e'tibor ikki narsaga qaratiladi. Birinchisi, umumiy pensiya miqdorlarini oshirish orqali fuqarolarning daromadini inflyatsiya va narxlar o'sishiga moslashtirish. Ikkinchisi, ishlayotgan pensionerlar uchun mehnat faoliyati davom etayotgan paytda ularning pensiya huquqlari to'g'ri aks etishini ta'minlash. Men buni oddiy misol bilan aytaman. Agar pensioner har oy 1 million 200 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa, oshirishdan keyin uning pensiyasi belgilangan koeffitsient yoki normativ asosida ko'payadi. Lekin agar u pensioner ishlayotgan bo'lsa va undan rasmiy ravishda soliq, ijtimoiy to'lovlar ushlab qolingan bo'lsa, kelgusida uning ish staji yoki ish haqi bo'yicha ma'lumotlari pensiyani qayta hisoblashda ahamiyatli bo'lishi mumkin. Shu yerda ko'pchilik adashadi. Pensiya oshishi bir masala, ishlagan davrni inobatga olib qayta hisoblash boshqa masala. Birinchi navbatda pensiya oshishi kimlarga tegishi haqida gaplashamiz. Odatda bunday oshirishlar yoshga doir pensiya oluvchilar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar, shuningdek ayrim ijtimoiy nafaqa oluvchilar uchun muhim bo'ladi. Lekin har bir toifa bo'yicha hisoblash tartibi bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, pensiya miqdorini eshitib xulosa chiqarmang, o'z pensiya turini, stajingizni, o'rtacha ish haqingizni va oldingi hisob-kitobingizni tekshirtiring. Masalan, birinchi misol, Toshkent viloyatida yashovchi 63 yoshli erkak fuqaro 2020 yilda pensiyaga chiqqan. Uning jami ish staji 35 yil. Pensiyasi 1 million 800 ming so'm atrofida. U pensiyaga chiqqandan keyin ham qo'riqlash xizmati rasmiy ishlashni davom ettirgan. Agar 1 avgustdan pensiya oshirilsa, uning mavjud pensiyasi belgilangan tartibda ko'payadi. Lekin u 2021 yildan keyin ishlab topgan ish haqi va to'langan ijtimoiy soliq bo'yicha alohida qayta hisoblash huquqiga ham ega bo'lishi mumkin. Bunda u shunchaki pensiya oshdi deb kutib o'tirmasligi. O'zining pensiya ishi qayta ko'rib chiqilgan qilinmaganini aniqlash kerak. Ikkinchi misol. Samarqandda yashovchi ayol kishi 28 yoshda yoshga doir pensiya oladi. Pensiyaga chiqqandan keyin maktabda farrosh bo'lib yarim stavkada ishlayapti. U har oy uncha katta bo'lmagan ish haqi oladi, lekin rasmiy ishlaydi. Bu holatda ham uning ishlayotgani pensiyadan mahrum qiladi degani emas. Aksincha, rasmiy ish joyi, shartnoma, buyruq, ish haqi ma'lumotlari to'g'ri yuritilgan bo'lsa, kelgusida pensiya qayta hisob-kitobiga asos bo'lishi mumkin. Ammo maosh juda past bo'lsa, qayta hisoblash natijasida sezilarli farq chiqmasligi ham mumkin. Shuning uchun har bir holat alohida tekshiriladi. Uchinchi misol.
bir fuqaro pensiyaga chiqqandan keyin bozorda qurilishda yoki xizmat ko'rsatish sohasida norasmiy ishlayapti. U real hayotda mehnat qilyapti, pul topyapti, lekin mehnat shartnomasi yo'q, ish haqi rasmiy ko'rsatilmagan, ijtimoiy soliq to'lanmagan. Bunday vaziyatda afsuski, pensiya qayta hisoblashda bu davr odatda tasdiqlangan rasmiy staj sifatida ko'rinmaydi. Men doim shuni ta'kidlayman, pensiya masalasida men ishlaganman degan gapning o'zi yetarli emas. Mening ishlaganim rasmiy bazada ko'rinadimi degan savol muhim. Endi kim xavotir olishi kerak? Kim tinchroq bo'lishi mumkin? Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz va ishlamayotgan bo'lsangiz, odatda umumiy oshirish sizga avtomatik qo'llanadi. Ya'ni ko'p holatda siz alohida ariza yozmasangiz ham belgilangan sanadan boshlab pensiyangiz oshirilgan miqdorda to'lanadi. Lekin bu yerda ham ehtiyot bo'lish kerak. Agar sizga kelgan to'lov kutilganidan kam bo'lsa, bank kartaga tushgan summa bilan pensiya bo'limidagi hisob-kitobni solishtirib ko'rish zarur. Agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, bu yerda vaziyat biroz jiddiyroq. Sizning ish joyingiz sizni rasmiy xodim sifatida ko'rsatganmi? Ish haqi to'liq rasmiylashtirilganmi? Mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat tizimida ma'lumotlar to'g'rimi? Ijtimoiy soliq bo'yicha ma'lumotlar bazaga tushganmi? Shularni tekshirish kerak. Chunki xatolik ko'pincha pensionerning o'zida emas, ish beruvchi hujjatni vaqtida kiritmaganda, ish haqini noto'g'ri ko'rsatganda yoki shartnomani elektron tizimga joylamaganda bo'ladi. Yana bir muhim jihat. Ishlayotgan pensionerlar pensiyam oshsa, ish haqimga ta'sir qiladimi deb so'rashadi. Pensiya alohida to'lov, ish haqi alohida daromad. Agar siz qonuniy ishlayotgan bo'lsangiz, pensiya oshishi sizning ish haqingizni kamaytirish kerak degan qoida yo'q. Ish beruvchi pensiyangiz oshibdi, endi sizga kamroq maosh beramiz desa, bu mehnat munosabatlari nuqtai nazaridan noto'g'ri yondashuv. Ish haqi mehnat shartnomasi, lavozim, stavka, ish vaqti va tashkilotning ichki hujjatlari asosida belgilanadi. Endi eng ko'p uchraydigan nozik jihatlarni birma-bir aytaman. Birinchi xato. Odamlar pensiya oshirishini pensiya qayta tayinlanishi bilan adashtiradi. Pensiya oshirilishi degani mavjud pensiya miqdoriga umumiy indeksatsiya yoki oshirish qo'llanadi degani. Pensiyani qayta hisoblash esa sizning stajingiz, ish haqingiz yoki boshqa huquqiy asoslaringiz qayta ko'rib chiqilishi degani. Bu ikkisi bir xil emas. Ikkinchi xato, agar men ishlayotgan bo'lsam, pensiya bo'limi hammasini o'zi biladi deb o'ylash. Davlat tizimlari tobora elektronlashyapti. Ko'plab ma'lumotlar bazalarda ko'rinadi. Lekin amaliyotda eski davrlardagi ish staji arxiv ma'lumotlari, korxona tugatilgan bo'lsa, hujjatlar, familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi, mehnat daftarchasidagi xatolar kabi muammolar uchraydi. Agar bitta davr bazada ko'rinmasa, pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Uchinchi xato, ish beruvchi bilan og'zaki kelishuv. Men pensionerlarimizga juda ko'p aytaman. Sizga har oy naqd pul beramiz, rasmiylashtirmaymiz degan taklif bugun qulay tuyulishi mumkin, lekin ertaga pensiya huquqingizda zarar keltiradi. Ayniqsa, pensiya yoshidan keyin ham ishlayotganlar uchun rasmiylik juda muhim. Chunki sizning mehnatingiz faqat bugungi maosh emas, balki huquqiy iz qoldiradigan davr bo'lishi kerak. To'rtinchi nozik jihat, pensiya miqdori oshganda qo'shimcha to'lovlar, ustamalar va kompensatsiyalar qanday hisoblanishi. Ayrim fuqarolarda asosiy pensiyadan tashqari turli ustamalar bo'lishi mumkin. Masalan, nogironlik bo'yicha alohida to'lovlar, alohida xizmatlar uchun ustamalar. Boquvchisini yo'qotganlik holatida oila a'zolari soniga bog'liq hisob-kitoblar. Bunday vaziyatlarda umumiy e'lon qilingan raqamni o'z holatingizga to'g'ridan to'g'ri ko'chirish noto'g'ri bo'lishi mumkin. Chunki sizning yakuniy oladigan summangiz bir nechta komponentdan iborat bo'ladi. 5-jihat, bank kartaga tushgan pul bilan rasmiy hisob-kitob o'rtasida farq. Ba'zan pensioner menga kam tushdi deydi. Lekin aslida oldingi oy qarzdorlik yopilgan, kredit ushlov bo'lgan, aliment yoki boshqa ijro hujjati bo'yicha ushlov bo'lgan, bank xizmati bilan bog'liq masala bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat karta SMS-ga qarab xulosa chiqarmang. Pensiya jamg'armasidan yoki tegishli xizmatlardan batafsil hisob-kitob so'rang. 6-jihat, ishlayotgan pensionerning ish staji hamma ham bilmaydi. Pensiya tayinlangandan keyingi mehnat faoliyati ayrim holatlarda pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Lekin buning uchun rasmiy ish to'g'ri hisoblangan, ish haqi va qonunda belgilangan tartib muhim. Masalan, agar pensioner 2 yil davomida rasmiy ishlab yaxshi maosh olgan bo'lsa, u qayta hisoblashdan manfaatdor bo'lishi mumkin.
Ammo agar u juda past stavkada qisqa muddatli yoki norasmiy ishlagan bo'lsa, farq katta bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun hammaga bir xil oshadi yoki ishlaganlarning hammasiga katta qo'shimcha bo'ladi degan gaplar doim ham to'g'ri emas. 7-jihat minimal pensiya va maksimal hisoblash chegaralari. Pensiya tizimida eng kam miqdorlar. Bazaviy hisoblash ko'rsatkichlari. O'rtacha ish haqi bo'yicha cheklovlar yoki hisob-kitob formulalari bo'lishi mumkin. Shu sababli bir odamning pensiyasi 200 ming so'mga oshsa, boshqa odamnikida 20 ming so'm. Yana boshqasida 3 ming so'm farq bo'lishi mumkin. Bu adolatsizlik emas, balki har bir insonning staji, ish haqi, pensiya turi va ustamalarga bog'liq hisob-kitob natijasi bo'lishi mumkin. Endi istisnolar haqida. Agar fuqaroning hujjatlarida muammo bo'lsa, masalan, tug'ilgan sana bir joyda boshqacha, pasport ma'lumoti yangilanmagan, familiya o'zgargan, mehnat daftarchasida tuzatishlar bor, korxona nomi noto'g'ri yozilgan bo'lsa, pensiya masalasida kechikish bo'lishi ehtimoli bor. Bunday holatda siz aybdor bo'lmasligingiz mumkin, lekin hujjatni to'g'rilamaguningizcha tizim sizga to'liq hisoblab bera olmaydi. Yana bir istisno, chet elda ishlagan davrlar. Ba'zi fuqarolar Rossiya, Qozog'iston yoki boshqa davlatlarda ishlagan bo'lishi mumkin. Bu davrlar pensiyaga qanday qo'shilishi xalqaro shartnomalar, hujjat tasdiqlari, ish staji va to'lovlar bilan bog'liq. Men chet elda 10 yil ishlaganman deyishning o'zi yetmaydi. Ish joyi, davr, maosh, sug'urta to'lovlari yoki rasmiy tasdiqlar talab qilinadi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, o'zingizning hozirgi pensiya miqdoringizni aniq biling. Faqat kartaga tushgan pulga qarab emas, rasmiy hisob-kitobni biling. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling yoki elektron xizmatlar orqali ma'lumot oling. Sizga asosiy pensiya qancha, ustama qancha, qo'shimcha to'lovlar qancha, ushlovlar bormi, shularni ajratib ko'rsin. Ikkinchi qadam. Agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, ish joyingizdan hujjatlarni tekshiring. Mehnat shartnomangiz bormi? Ishga qabul qilish buyrug'i rasmiylashtirilganmi? Elektron mehnat daftarchasida ish joyingiz ko'rinadimi? Ish haqi rasmiy o'tkazilyaptimi? Soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar bormi? Bularning hammasi sizning kelgusidagi pensiya manfaatlaringiz uchun kerak. Uchinchi qadam, ish beruvchidan ma'lumotnoma oling. Unda ishga kirgan sana, lavozim, stavka, ish haqi, to'lovlar to'g'risida ma'lumot bo'lishi kerak. Agar siz bir nechta joyda ishlagan bo'lsangiz, har biridan alohida hujjat kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa, eski davrlar bo'yicha hujjatlar arxivdan olinadi. Korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki shahar arxiviga murojaat qilishga to'g'ri keladi. 4-qadam, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Og'zaki so'rab chiqib ketmang. Arizada aniq yozing. Mening pensiyam 1 avgustdan oshirilishi munosabati bilan qayta hisob-kitob qilinmaganini. Shuningdek, pensiyaga chiqqanimdan keyingi rasmiy mehnat faoliyatim inobatga olinishi mumkinligini tekshirib berishingizni so'rayman. Ariza 2 nusxada bo'lsa yaxshi, bittasini topshirasiz. Ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirasiz. 5-qadam. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi bo'lsa uning nusxasi, ish joyidan ma'lumotnoma, bank rekvizitlari. Familiya o'zgargan bo'lsa nikoh guvohnomasi yoki tegishli hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Agar nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza yoki oila tarkibiga oid hujjatlar ham kerak bo'lishi mumkin. 6-qadam, javobni kuting, lekin nazoratsiz qoldirmang. Murojaatingiz qabul qilingandan keyin unga belgilangan muddatda javob berilishi kerak. Agar javobda tushunarsiz iboralar bo'lsa, masalan, asos mavjud emas deb yozilgan bo'lsa, qaysi asos yo'qligi, qaysi hujjat yetishmayotgani, qaysi davr inobatga olinmagani haqida yozma izoh so'rang. Sizning huquqingiz faqat ariza berish emas, balki tushunarli javob olish hamdir. 7-qadam, agar hisob-kitobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga murojaat qiling. Avval hududiy pensiya bo'limi, keyin viloyat darajasi. Zarur bo'lsa, respublika darajasidagi mas'ul organlarga murojaat qilish mumkin. Juda murakkab holatlarda huquqshunos yoki pensiya masalalarini yaxshi biladigan mutaxassisdan maslahat oling. Chunki ayrim hollarda bitta arxiv ma'lumotnomasi yoki bitta ish haqi jadvali pensiya miqdorini sezilarli o'zgartirishi mumkin. Men amaliy hayotdan shuni ko'p ko'rganman. Odam 5-6 yil davomida kam pensiya olib yurgan. Keyin hujjatlar tekshirilganda bir davr stajga kiritilmagani aniqlangan. Yoki ayol kishining familiyasi turmushga chiqqandan keyin o'zgargan,
lekin eski ish staji eski familiyada qolgan. Natijada tizim bu davrni avtomatik bog'lay olmagan. Hujjatlar to'g'rilangandan keyin pensiya qayta ko'rib chiqilgan. Demak, masala faqat oshish e'lon qilinishida emas, sizning shaxsiy pensiya ishingiz toza va to'liq bo'lishida. Endi aynan ishlayotgan pensionerlarga alohida murojaat qilaman. Siz mehnat qilishda davom etayotgan bo'lsangiz, o'zingizni baribir men pensionerman deb chetga tortmang. Siz ham xodimsiz, sizning ham mehnat huquqlaringiz bor. Ish beruvchi siz bilan rasmiy shartnoma tuzishi, ish vaqtingizni belgilashi, ish haqingizni rasmiy to'lashi, mehnat sharoitlarini ta'minlashi kerak. Agar siz pensionersiz, sizga shartnoma shart emas deyishsa, bu noto'g'ri. Aynan shartnoma bo'lmagani uchun keyin staj ko'rinmaydi. Maosh tasdiqlanmaydi. Pensiya qayta hisobida muammo chiqadi. Rasmiylik sizni soliqdan qo'rqitish uchun emas, huquqingizni himoya qilish uchun kerak. Agar siz yarim stavkada ishlayotgan bo'lsangiz ham, bu davr rasmiy ko'rsatilishi kerak. Agar bir oy ishlagan bo'lsangiz ham, buyruq va to'lov bo'lishi kerak. Agar mavsumiy ish bo'lsa, shartnoma muddatli bo'lishi mumkin. Lekin baribir rasmiy bo'lsin. Agar kasanachilik, xizmat ko'rsatish, qorovullik, bog'bonlik, farroshlik, oshpazlik, hamshiralik yoki o'qituvchilik qilayotgan bo'lsangiz, hammasida hujjat talab qiling. Yana bir maslahat. Har oy ish haqingiz tushganini, plastik kartangizdagi o'tkazmani, ish haqi varaqasini saqlab boring. Bugun keraksizdek tuyuladi, lekin ertaga pensiya masalasida dalil bo'lishi mumkin. Elektron tizimlar bor. Lekin inson o'z hujjatini o'zi ham nazorat qilishi kerak. Agar sizning pensiyangiz oshirilgandan keyin ham avvalgidek summa tushsa, darhol vahima qilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Ba'zan to'lovlar texnik jihatdan keyingi oyda farqi bilan kelishi mumkin. Lekin siz baribir murojaat qilib, mening pensiyamga 1 avgustdan oshirish qo'landimi? Qo'llangan bo'lsa, yangi hisob-kitob qancha deb so'rang. Bu juda oddiy savol, lekin ko'p muammolarni oldindan bartaraf qiladi. Men bu masalani faqat raqam sifatida ko'rmayman. Pensiya o'sishi o'rtada real hayot bor. Bir pensioner dori-darmon oladi, ikkinchisi kommunal to'lov qiladi, uchinchisi nabirasiga yordam beradi, to'rtinchisi oziq-ovqat xarajatlarini qoplaydi. 100 ming yoki 200 ming so'm kimlargadir kichik ko'rinishi mumkin, lekin pensioner oilasida bu pul bir haftalik non, dori yoki elektr gaz to'loviga teng bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya oshirilganda eng muhim narsa shaffoflikdir. Fuqaro qancha olishini bilishi kerak, nima uchun aynan shuncha hisoblanganini tushunish kerak. Xato bo'lsa tuzatish yo'li bo'lishi kerak. Men ekspert sifatida doim shuni aytaman. Odam o'z pensiya huquqini bilsa, davlat idoralariga ham aniq savol beradi, hujjatini ham to'g'ri yig'adi, natijada ortiqcha sarson bo'lmaydi. Ko'pchilik katta xatoni shunda qiladi. Qo'shnimga shuncha oshibdi, menga nega kam deb solishtiradi. Lekin qo'shningizning staji boshqa, maoshi boshqa, pensiya turi boshqa, ustamasi boshqa bo'lishi mumkin. To'g'ri solishtirish uchun siz o'zingizning hisob-kitob varaqangizni ko'rishingiz kerak. Agar unda xato bo'lsa, ana shunda talab qilish kerak. Aziz yurtdoshlar, 1 avgustdan pensiya oshishi masalasi hamma uchun muhim. Lekin ayniqsa ishlayotgan pensionerlar uchun alohida ahamiyatga ega. Chunki bu yerda 2 yo'nalish bor. Birinchisi mavjud pensiyaning oshirilishi. Ikkinchisi pensiyaga chiqqandan keyingi rasmiy mehnat faoliyati to'g'ri hisobga olinishi. Agar siz ishlamayotgan pensioner bo'lsangiz, to'lovingiz avtomatik oshirilganini tekshiring. Agar ishlayotgan bo'lsangiz, ish joyingiz rasmiyligini, hujjatlaringiz to'liqligini, pensiya qayta hisob-kitobi imkoniyatini albatta tekshirtiring. Eng muhimi, og'zaki gaplarga ishonib qolmang. Hujjat bilan ishlang, yozma murojaat qiling, hisob-kitobni so'rang. Ish beruvchidan ma'lumotnoma oling. Kerak bo'lsa arxivga boring. Pensiya bu ehson emas. Bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingiz evaziga qonuniy huquqingizdir. Agar sizda shu mavzu bo'yicha savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Pensiyangiz oshdimi? Ishlayotgan pensionermisiz? Qayta hisoblash bo'yicha murojaat qilganmisiz? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz va pensioner tanishlaringizga yuboring. Chunki bir inson vaqtida xabardor bo'lsa, o'z haqini yo'qotmaydi.